Homiladorlarga, emiziklarga eng kerakli mahsulotlarning 3 tasini sanab o'taman. Hali siz eshitmagansiz. Bolaning rivojlanishiga, sudi loyiha bo'lishlari, hammasini oldini oladi. Demak, sizga aytib o'taman. Birinchisi bu o'rik sharbati. O'rik sharbatini albatta doim ichib turadigan bo'lsangiz, bolangiz chiroyli farzandingiz tug'iladi. Undan tashqari suv loyqalanishlarini ham oldini oladi. Qora zira bilan limonli suv. Ikkinchisi, qora zira bilan tuyib turib limon solasida choy qilib iste'mol qilasiz. Bu og'riqlar yo'qotishiga, homiladorlik ko'proq semirib, misol uchun ortiqcha suvlar ko'payib ketadi. Ortiqcha suvlarning yo'qolib ketishini ham va kerakli suvlar qolishiga ham yordam beradi. Uchinchisi esa eng asosiysi yalpiz bilan petrushka. Yalpiz bilan petrushkani doim iste'mol qilib yurgan ayollar, homilador va emizikli ayollarda og'riqlar yo'qoladi va tug'ishi osonlashadi. Ushbu videoni homilador ayollarga yoki emizikli ayollarga jo'natib qo'ying. Sizga kerakli video bo'lsin.